%100 bolalarda ko'pincha shunday allergik holat kuzatilishi mumkin. Bu bolamizni opasi bilan gaplashib anamnez yig'dik. Opasidan bilishimizcha o'zini sutli mahsulotlar yoqmaydi. Chunki sut ichsam dedi, o'zimga yoqmaydi, ichib bilmayman dedi. Akasini so'rasak, akasidan xuddi shu holat. Sutli mahsulotlarni yaxshi ko'rmaslik holati. Ya'ni organizmga yoqmasa, sutli mahsulot organizm ichishga harakat etmaydi. Ichsa ko'pchilik odamning ichi suyulishi yoki bo'lmasa qorni ko'p gaz bo'lishi, bezovtalik bo'ladi ichak hisobidan, shuning uchun ham bular sutdan ichishni to'xtatishni tavsiya etiladi. Endi opasining shikoyatidan gap chiqib bolani ko'rib turibmiz. Boladan xuddi shu narsa, aka taraflaman, opa taraflaman bolada sutni ko'tarib bilmaslik holati bo'lgandan keyin hozir chaqaloqimizda ham xuddi shu narsa, bu sigir suti oqsilini allergiya, har emgandan keyin chiqishi, tanasida mayda-mayda toshmalar paydo bo'lishi, bu narsa qayt kuzatilib turibdi. Ichi ko'p gaz, bularning hammasi allergik enterokolitin belgisi hisoblanadi. Endi hozir bola ona sutida bu narsani maksimal ona sutida ushlab qolamiz va bolaga yordam berish uchun ferment beramiz. Opasini dietasini to'g'rilab tushuntirsak, xudo xolasa opasi bolamizni ichi to'xtab, bezovtaliklari qoladi.